Buxoroga kelgan sayyohlar bizning hunarimizga juda ham qiziqishadi. Shuning uchun bizning uyimizga ham juda ham ko'p bu jarayonni ko'rish uchun tashrif buyurishadi. Ularning qiziqishlari bizni yanada ilhomlantiradi, yanada o'sha ishimizni rivojlantirishimizga hissa qo'shadi. Yaqinda prezidentimiz bilan bo'lib o'tgan suhbatda ham so'zga chiqdim. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Buxoro viloyati Shofirkon tumani Talija qishlog'ida istiqomat qiluvchi hunarmand Aziza Tojiyeva bilaman. Ko'p yillardan beri kashtachilik bilan shug'ullanib kelyapmiz. Hunarimizga havasmandlar juda ham ko'p. Hunarimiz orqasidan daromad topib kelyapmiz. Doim o'ylardim, nimadir qilishim kerakki, hunarim dunyo yuzini tanisin. Milliyligimizni butun dunyo ko'rishini xohlardim. Lekin buning uchun eng avvalo xorijiy tillarni va elektron tijoratni o'rganishim kerak edi. Va men buni uddaladim. İlk savdoga rahmatli buvim bo'lmish Saodat Qo'chqorovaning eng so'nggi ijod mahsulotlarini chiqardim. Bu ijod mahsuli menga Yevropa davlatlariga yo'l ochib berdi. Muhtaram prezident, sizga shuni faxr bilan ayta olamanki, 24 yoshli hunarmand qizingiz bugungi kunda o'z hunarmandchilik mahsulotlari bilan jahon bozoriga chiqa oldi. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'z hunarmandchilik mahsulotlarimni elektron platformalarda Etsy, eBay, Instagram saytlari orqali sotayapman. Buyurtmalarning ko'pligi sababli atrofimga 200 ga yaqin xotin-qizlarni to'plab, ular bilan birgalikda ish olib borayapman. So'zim oxirida sizga barcha buxorolik yoshlar, hunarmandlar va xotin-qizlar nomidan yaratgan imkoniyatlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Prezidentimiz menga juda ham katta ishonch bildirganlarini aytib o'tdilar. Aziza qizim, zamonaviy bo'lib millatimizni tarixi, millatimizni urf-odatlarini kashtachilik bilan shug'ullanib kiygan xalatingizni ham ko'rib turibman, qanday chiroyli. Havas qilayotgan ishlarimiz bor. Mana shunday natijaga erishganingiz uchun men sizdan minnatdorman. Kelajakda katta bozorlarda Aziza qizingizning mahsuloti degan nomingiz chiqsa, men juda minnatdor bo'lardim va shu kunlarga yetishga albatta ishonaman va tabriklayman. Rahmat sizga. Bu menda yosh tadbirkor uchun juda ham faxr hisoblanadi. Prezidentimizni yosh tadbirkorlarga, ayollarga ajratgan imtiyozlari juda ham cheksiz. Albatta bu iliq fikrlar uchun davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Prezidentimiz bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng o'zimga bo'lgan ishonchim yanada ortdi. Xudo xohlasa, bundan-da katta marralarga erishib, shu O'zbekiston nomini, o'zbek kashtachiligini dunyoga tanitish niyatim bor. Ushbu qo'limdagi so'zani 1,5 oy, ya'ni 40-45 kun atrofida tayyor bo'lgan, shu ikkita qiz tomonidan tikilgan. Bu yerdagi anorlar serfarzandlik ramzi hisoblanadi. Kapalaklar go'zallik ramzi, lolalar bahorning kelishi ramzi. Hamma jarayon shu yerda olib boriladi, ya'ni chizish, tikish, ularga rang berish, ularni o'sha tabiiy bo'yoqlarga bo'yash, hamma jarayon mana shu yerda olib boriladi. Ushbu so'zanalarning har bir naqshlarida ma'no bor, har bir naqshlarida ijod bor, har bir naqshlarida xayol bor. Ushbu kashtachilik hunarini yoshlarga o'rgatish va kelajakda bu hunarni saqlab qolish biz yoshlarning vazifamiz deb o'ylayman.